Aka, meni uylantirib qo'ying. Boshliq ish joyimiz juda issiq bo'lyapti-da. Konditsionermi, ventilyatormi shuni ilojini qilaylik. Yo'q. Sizlarda ham issiqmi? Menga navbatdan tashqari 10 million pul berasizmi? Xo'p. Rahmat. Alloh razı bo'lsin. Boshliq, bizga endi 2 kunda bir futbol tashkillab berib turing. O'ylab ko'raman. Boshliq, menga $1000 qarz berib tura olasizmi? Yo'q. Bor. Lekin taslim bo'lmaymiz. Xudoga shukr qilamiz. Menga yangi iPhone 7 olib berasizmi? Yo'q. Bizni loq deb o'ylaydi bular. Aslida ular o'qigan kitobni biz yozganmiz. Yil oxiriga bir dacha-pachaga chiqib kelsa bo'ladimi? Xo'p. Men ertalab xohlagan paytimda turishimga ruxsat berasizmi? O'ylab ko'rib aytaman.